Dedemga aytib, yuborasiz, bizni tuhmat qilishdi. Dede. Voy, Opaga qo'l ko'tarsam bo'yningda ezib olaman. Opa topilmaydi, o'kan loydan yasosa bo'ladi, ha? Hamsiya, oy navbat yangi. Hadinaz yenge? Ana kuchuklaringga qarasalaring bo'lmaydimi? Katakdagi hamma tuxumlarni yeb ketibdi. Obid uyda tuxum yo'qmi senga? Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Dadasi qizingiz o'qishga ketyapti, yo'l kiraga pul bering. Dada, men ham umrimda bir martagina o'qishga avtobusda bormoqchi edim, pul bering. Avtobusga 1700 so'm sarflab nima qilasan? Ana eshakcha minib zingillab borib kelaverasan. Dada taksiga 100 ming bering. Men 200 ming bizni chaqirasan, qizim. Taksi kelguncha issiqda o'tiramanmi dada? Rostdan ham Obid. Hamma bolani radimdan ankisi tushni meni musulxonadan topib olgan bular. Qo'shni qo'ylaringizga po'choq olib keluvdim. Ha, tashab ketavering. Yo, biz qo'yimiz o'lib qolgan. Obujon bolam, o'zing yeb qo'yoqqa uval bo'lmasin. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Qo'yga o'xshatadi, bir kuchukka o'xshatadi, to'yib ketdi. Unday qilma bolajonim. O'zimga hech kimga kerak emasmi? Keraksan bolam, keraksan. 5 minut to'xtab tur. Ha, shunday bo'lsin. Shetib ora-orada shantaj qilib turish kerak ekanda. Biz ketayotgan bo'lsak, rahmatli buvamga mana pochtani berib qo'ygin. Nima? Katatayning ahvoli og'ir. Srochniy uylanmasang bo'lmaydi jiyan. Men uylansam kattam tuzalib qolarmi? Shu kattaten bechara seni to'yini ko'rib ketsin deyapmiz-da. Aya kattam ketishi meni uylanishimga nima aloqasi bor? Kasal odam to'yxonaga borgandan ko'ra doktorga boring. Hozir pishiqchilik, tarvuz qovun arzon paytda uylanib olganing yaxshi jiyan. Xola meni baxtimni tarvuz qovunni narx hal qilyapti shunda. Men kattagimga qo'yxonamga bitta qo'y olganim yo'q, xotin olyapman. Gertakkina bo'lsa ham o'zimga ham yoqish kerak-ku, xola. Qaynam bir haftadan keyin Turkiyaga uchishim kerak. To'yingizni ko'rib ketay degandim-da. Mahfuzangga cho'g'ilmagan qoshiqday suqilmangda meniga. Nima men uylanmasam Turkiyada deport qilaverami? Kelingizga beltingizda beraman. Aka uylaning, men ham qizimga va'da berib qo'yganman. Hali seni sunnat to'yi qilib olyapman. Buncha jirtirlaysan, nima bola bo'lgan sizlarga? Sizlardan hayotimni boshlang'ich to'lovini to'lab qolganini kreditga bo'lib to'lashga sotib olganmanmi? O'zimni hayotimni o'zim hal qilay. Sen bola katta qilmabsan, boshqa balo katta qilibsan. Kattani gapini bir tiyinga olmaydi-ku bu. Erimdan kun ko'rmadim, bolamdan ham kun ko'rmas ekanman-da. Endi qizimga nima deyman? Turkiyaga to'y ko'rmay ketamanmi? Ha, bo'pti, bilganlaringizlar, bilganlaringizlar. Hamma yulduziga Turkiyaga uylansa, menda yulduz bitta qora bulut qo'yilgan ekanman-da. Qizim qotib ketdi. Sen oyincha menga gap qaytaryapsanmi? Baqirmay, men tug'ib qo'ymagansiz. Men yerga keldingmi? Katatam ham o'ldi, yangi ham Turkiyaga ketdi, to'yda ham kreditga qildi, ko'zga chiqqan suya deb bitta ketman dastaga uylandik. Katatamga qo'shib baxtimni ham ko'mib kelgan ekanman-da. Jiyan siqilma. Qaqras hozir pishiqchilik, qovun torg'iz arzon paytda shartda ajrashaverasanmi?